Sen so'raganman. Qancha yurdi? 222.800. 222 ming. Kraskasi qanday qayerlar? Buncha odam ichidan ko'ra olmayman. Kraskasi men tomonda bor edi. Men o'zim olganimdan beri ish qilmagan. Faqat bu yerda mana harga sizni otib solib sindirgan pastida. Kauchaga ketib o'rganda. Günladi. Ya men kirib chiqaraman ertaga muammo bo'lmasin. Muammo bo'lmaydi sizda? Ya men muammo ertaga. Sizmi? Siz ham muammo bo'lmaydi. Agar o'lmasa hech kim hechimga muammo kelmaydi. O'lib qolsa muammo bo'lishi mumkin. Hamma umrini uzoq bersin. Biroq o'yladi, mashina olinmaydi. Qarang. Sizni ko'zingiz 70 bilaman. Bu mashina 70 ga tortmasligini o'zingiz ham bilasiz, men ham bilaman. Ikkovimiz bir-birimiz bilan bekor ko'rishmayapmiz. O'zi 1 million qo'yib sotaman. Men baka Exxon deganda 200 ham berib yubordim. Yaxshi odam ekan. Men nima bo'lganga ham yaxshi odam ekan. Bitta guringda aka. Bitta guring. Oxirgi mashinam shu kunni hisobdan savdo qilsam chiqaman. Mashinalar prob kelib qoldi. Stenga qo'yayotgan mashinalarim bo'ldi. Kirolmay qoldi. Buncha odam oldida mashina kirolmay. Men chiqsam kirayin. Bo'layotgan bo'lsa 64 millionga bering. Kim olsa 65 million bo'lib o'tadi. Men sizga pulingizni bera olaman. Naq 64 million naq pul olasiz. Bo'ladimi aka? Faqat o'ynab rozi bo'lib bering. Sizdan ham, mendan ham olgan odam baraka topsin. Men o'zi qarang, sotiladigan narxini ham bilasiz. 1 million qo'yib sotaman. Hech kim olmasa mana shu yoqqa 65 million deb katta qilib yozib qo'yib qo'yaman. Menga ko'p pul kerak emas, 1 million yetadi. Sizga pulingizni berib yuboraman. 15. Bo'ladigan bo'lsa 64 naqddan oling, 65 men sotay. Biz o'zi kam bo'lib tug'ildik, kam bo'lib ketamiz. Hech kimniki to'liq bo'lmagan. Bo'lmaydi ham. Faqat rozi bo'ling. Ismingiz nima edi? Ortiq aka. O'zi ismni o'zi ortiq bo'ladi-ku. Endi so'rash ne aytadi? Qayerda desam past deb yuborsan. Ortiq aka, jonim aka. Hazil huzur bilan savdo tez bitadi deydi-ki. 64 millionga bering, men 65 sotay shuni. Jonim aka. Aka qo'shilayotgan joyi yo'q, jonim aka. JCV Gentra 15. Rozi bo'lib bering, Ortiq aka. Shu bir duo ham olib ko'ring, qani nima bo'ladi? Barakam. Baraka aka. Akalar, abzori ko'ra olmadim kraskasini. Rost, odam ko'p. Keyin ko'rib ham beraman. Shu mashin arziydi degan pulni oldim. Kim olsa 64 million so'mga 2015 Gentra oldim. Hozir aytib olay, bering. Sotib ham bo'ldim, sizlar. Aytib olay aka, aytib olay. 65, ne savdogar emasmisiz? O'ting. Kecha mashinani sotdingiz menga Nexia-da, Nexia 2 ni. Nech pul sotdingiz? 48 million. 48 million. Men Nexia 2 ni egasi. 48 millionga sotuvdilar. Gentra oldilar. Qisqasi 64 millionga sotildi shu Gentra. Rozimisiz? Mana